Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Navbatdagi videomiz harakat datchigi haqida bo'ladi. Harakat datchigimiz mana bu vaqtlari, bu ulanish sxemasi, kuk 0, malla faza qizil, bu yoritish chiroqlarimizga chiqib ketadigan sim. Mana harakat datchigimizni ulab oldik. Kuk bu 0, qizil faza. Qizil ya'ni bundan chiqib ketuvchi faza, malla ya'ni datchikka keluvchi faza. Yoritish chiroqlarini ulab oldik mana. Chiroqlarimiz o'chdi. Harakat qilishimiz bilan chiroqlarimiz yonadi. Harakat qilishimiz bilan mana chiroqlarimiz yondi. Bu elektr energiyasini ekonom qilishga, tejashga olib keladi. Harakat yo'qolishi bilan o'zini o'rnatilgan vaqti bo'yicha yonadi, keyin o'sha vaqtdan keyin o'chadi. Mana o'chdi, mana harakat qilishimiz bilan mana yana yondi.